Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarım, kelish oldin turayotgan Cumhuriyet bayramingizga muborak olsun. Bugün ben bütün dünyadaki Uyg'ur qarindoshlarım uchun alayda bir sovg'a tayyorladim. Bu sovg'a Cumhuriyet bayramı uchun. Bu bizning bayramımız, o'zimizning bayrami, hem de bizning davlat bayramımız. Xo'sh. Bugungi bu sovg'atni Sharq Turkistonning davası uchun özünün varlığını atagan mücahitlerimizga, şehitlerimizga ve şundaqla yakınki zamanda Xitayning zulmü çektin işip milyonlab Uygur qarindoshlarimizni, vatandaşlarimizni kampi turmalarga solab bo'lmagan vositalar bilan har xil usullar bilan yo'qotayotgan mushunaq vaqtda dunyoning har qaysi joylarida Sharq Turkistonga erkinlik, Xitoy vatanimizdan chiqat deb o'zimizning vatanida bo'layotgan musibatni dunyoga anlatayotgan qarindoshlarımga so'g' qilmoqchiman. Aziz qarindoshlar, deydiganimiz shu. Bu bizning bayramimiz. Bu bizga tava bayram. Shundaqla Sharq Turkistonning mustaqillik bayrami. Hammanglarningki bayrami qutlu bo'lsin. Hammanglarni Alloh egam texmo jangovar qilib mush kurashda men ishini ulug' Allohdan tilayman. Rahmat qarindoshlar.